Xo'sh, demak, yana milliy sertifikatga tushgan 30-dekabr sanasida tushgan 45-savolni ko'rib o'tamiz. Sizga bu savolning yechimi qanday bo'lar? Uyning tom qismi asosiy tomonlari deb 8 metr va 5 metr va ular orasida burchak 60 gradusga teng bo'lgan uchburchakli to'g'ri prizmadan iborat. Tomning qoplamasi yon qismi tunukadan iborat. Yaxshi. Uyning pastki qismi parallelepipeddan iborat bo'lib, uning har bir qismi kvadrat, qolgan qismi esa to'g'ri to'rtburchakdan iborat. Uyning tom qismi qoplashga necha metr kvadrat tunuka ishlatilgan? Qarang. Bu tomon 5. Bu tomon necha deyilgan? 12. 5 ga 12 bo'lsa, mana shu yerdagi to'g'ri to'rtburchak tomonining yuzasini topa olasiz, lekin mana bu qismni bilmaysiz. Bu qismni bilmaysiz. Tomning ikki tomoni teng emas. Mana bu 60 gradus. Bu 8 metr, 5 metr. Shundan foydalanib mana bu x qismini topib olasiz. X ni topadigan bo'lsak, qarang. Nima ish qilamiz x topish uchun? Kosinuslar teoriya emas-da. X ni kvadrati teng 8 ni kvadrati qo'shilgan 5 ni kvadrat minus 2 ko'paygan 8 ko'paygan 5 kosinus 60 gradus. Kosinus 60 1 taqsim 2 mi? 2 bilan 2 ketdi. Teng 8 ni kvadrati 64. 64 ga qo'shamiz 25 da, 25 dan ayiramiz 40 da. Bu necha bo'ladi? 64, 64 dan 40 dan ayiraman 24, 25 ni qo'shsam 49. Demak 49 bo'ladigan bo'lsa x tomon 7. 7. Bu tomon qarang, mana bu joy 7 bo'lsa, 7 ko'paygan 12. Demak, birinchisi tom qismining yuzasi s 7 ko'paygan 12 qo'shilgan 5 ko'paygan 12. Bu 7 taga 5 tani qo'shsak 12 ta. Ya'ni 12 ko'paygan 12. 12 ni 12 ga ko'paytirsak 144 metr kvadrat. Uyda tom qismiga qancha tunuka ishlatgan desa, A javobi 144 metr kvadrat bo'lgan. B. Uyning hajmini toping. Uyda hajmini topish uchun qarang, nima ish qilamiz? Uyda hajmini topish uchun parallelepiped hajmini o'zini bitta topamiz. S asos ko'paygan h deb. Yaxshi, mana bu to'rtburchak shaklda o'zini yuqorini keyin bitta topamiz. Buni ham osonlashtiramiz, salgina qarang. Uyda hajmi birinchisi V1 hajm bo'lsin, S asos 12 ko'paygan 12. 12 ko'paygan 12 emas shekilli, qani? 12 ko'paygan 8 asos yuzasi. 12 ko'paygan 8 ni 8 balandlikka ko'paytiramiz. 12 ko'paygan 8. Chunki mana bu qism 8 da. 12 ni 8 ko'paytiramiz, balandligi ham 8. 8, 12 ko'paygan 8 bizga 96 bo'ladi. 96 ko'paygan 8 720 48 768. Bu uyda pastki qismi. Endi tomini hajmini hisoblaymiz. Tom hajmi qanday desa, qarang mana. Mana bu yerga diqqat qiling. Asosi 8, bir tomoni 8, bir tomoni 5 va ular orasida burchak 60 gradusli uchburchak, balandligi 12 bo'lgan uchburchakli prizma. Va 2 hajm deymiz. V2 hajm S asos 8 ko'paygan necha va ular orasidagi burchak bo'lishi kerak-da. 8 ko'paygan 5 uchburchak yuzasi. A ko'paygan B taqsim 2 ko'paygan sinus alfa bo'ladi-ku. 8 ko'paygan 5 taqsim 2 ko'paygan sinus 60 gradus. Ko'paygan balandligi 12 bo'ldi prizma. Yaxshi. 12 bilan bu ketdi 6. Kosinus sinus 60 da. Ildiz 3 taqsim 2 deymiz. Mana bu 60 gradus. Demak 8 ko'paygan 5 ko'paygan 6 ko'paygan ildiz 3 taqsim 2. 2 bilan bu ketsa 4. 4 kira 5 20, 20 ni 6 ga ko'paytirsak 120 ildiz 3. Bu tom qismining o'zini hajmi. Demak, ikkinchisi B ni javobi qanday bo'lyapti desa, birinchi o'zini hajmi 768 qo'shilgan 120 ildiz 3 metr kub. Mana
Shu holatda A va B moslashtirish testining javoblarini yozganimizda to'g'ri natija berar ekan bizga. Ko'rib o'rganib qo'yamiz.